Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang. G'arb Rossiyani hurmat qilsa, endi urushlar bo'lmaydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Rossiyaga hurmat bilan munosabatda bo'linadigan bo'lsa, Ukrainadan keyin boshqa urushlar bo'lmasligini aytdi. U shuningdek Moskva Yevropa davlatlariga hujum qilishni rejalayapti degan gaplarni bema'nilik deb atadi. Qariyb 4,5 soat davom etgan telemarafon chog'ida BBC jurnalisti Steve Rosenberg Putindan yangi maxsus harbiy amaliyotlar bo'ladimi deb so'radi. Putin bu atamani to'liq miqyosdagi urush uchun ishlatadi. Bizga hurmat bilan munosabatda bo'lsangiz, manfaatlarimizni hurmat qilsangiz, xuddi biz har doim sizning manfaatlaringizni hurmat qilishga harakat qilganimiz kabi hech qanday amaliyot bo'lmaydi, dedi u. Bu bayonot uning yaqinda aytgan fikrlariga hamohang bo'lib, o'shanda u Rossiya urush boshlashni rejalashtirmayotganini, biroq Yevropa xohlasa, hoziroq bunga tayyor ekanini aytgan edi. Shuningdek, u shart qo'ydi. Agar sizlar bizni NATOning sharqqa kengayishi masalasida aldab qo'yganingizdek yana aldamasangiz. Putin uzoq yillardan beri NATOni 1990-yilda Sovet ittifoqi parchalanishidan oldin G'arb tomonidan SSSR rahbari Mikhail Gorbachevga berilgan, ammo keyinchalik buzilgan va'dada ayblab keladi. Gorbachev esa keyinroq bunday va'da umuman berilmaganini aytgan. Bevosita aloqa nomli ushbu marafon Rossiyaning turli hududlaridan oddiy fuqarolar va jurnalistlarning savollarini o'z ichiga oldi. Tadbir Moskva zalida bo'lib o'tdi. Putin esa Ukraina bosib olingan hududlari, jumladan Qrim ham ko'rsatilgan ulkan Rossiya xaritasi fonida o'tirgan edi. Putin Rossiya iqtisodiyotidagi muammolarga ham to'xtaldi. Narxlar oshib bormoqda, iqtisodiy o'sish sekinlashgan. 1-yanvardan KSK, ya'ni NDS 20% dan 22% ga ko'tariladi. Prezidentga yo'llangan xabarlardan birida shunday deyilgan edi: hamma narsadagi telba narx oshishini to'xtating. Kreml yil oxiridagi bu tadbirdan muntazam ravishda iqtisodiyotning barqarorligini ko'rsatish uchun foydalanadi. Putin nutq so'zlayotgan paytda Rossiya Markaziy banki foiz stavkasini 16% gacha tushirayotganini e'lon qildi. Putin Ukrainadagi qariyb 4 yildan beri davom etayotgan urush mavzusiga to'xtalar ekan, u Ukrainadagi urushni tinch yo'l bilan tugatishga tayyor va xohishli ekanini aytdi. Biroq murosaga jiddiy ishora qilmadi. U 2024-yil iyun oyidagi nutqida bayon etgan tamoyillarini takrorladi. Rossiya qisman egallab turgan 4 hududdan Ukraina qo'shinlari chiqib ketishi va Kiyev NATOga a'zo bo'lish intilishidan voz kechishi kerak. Rossiyaning asosiy talablaridan biri Ukrainaning sharqidagi Donbass ustidan to'liq nazorat o'rnatish bo'lib, bunga Rossiya hozircha to'liq egalla olmagan Donetsk viloyatining taxminan 23% ham kiradi. Putin Rossiya qo'shinlari front chizig'i bo'ylab oldinga siljayotganini aytdi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning o'tgan haftada Kupyansk front chizig'iga tashrifini masxara qildi. O'sha tashrif chog'ida Zelenskiy Rossiyaning shahar qo'lga olingani haqidagi da'volarni rad etgan edi. Putin shuningdek AQSh prezidenti Donald Trampning tomonidan urushni yakunlash bo'yicha ilgari surilgan tinchlik takliflariga Ukraina tomonida yangi saylovlar o'tkazilishi ham kiritilishi kerakligini talab qildi. Matbuot anjumanida u ovoz berish bo'lganida Ukrainani bombardirovka qilishni to'xtatishni taklif qildi. Ukrainaning SBU xavfsizlik xizmati juma kuni ilk bor Rossiyaning Soya floti tarkibida ishlayotgan neft tankeriga O'rta Yer dengizida zarba berganini ma'lum qildi. Putin bu Kiyev istagan natijaga olib kelmaydi va Rossiya eksportini izdan chiqarmaydi dedi. Rossiya ommaviy axborot vositalari va jamoatchilikdan kelgan savollarning aksariyati Putinga qarshi chiqishga urinmadi. Shunga qaramay, G'arb jurnalistlaridan ikkitasi, AQShning NBC telekanalidan Keir Simmons va BBC muxbiri Steve Rosenberg savol berishga ruxsat oldi. Simmons, agar Putin Trampning tinchlik rejasini rad etsa, Ukrain va rossiyaliklarning o'limi uchun o'zini mas'ul his qiladimi deb so'raganda, Putin AQSh prezidentining urushni tugatish yo'lidagi samimiy sa'y-harakatlarini maqtadi. Biroq kelishuvga Rossiya emas, balki G'arb to'sqinlik qilayotganini aytdi. Endi to'p bizning g'arbiy raqiblarimiz tomonida, dedi u. Avvalo Kiyev rejimi yetakchilari va bu holatda birinchi navbatda ularning yevropalik homiylari tomonida.
Tramp tinchlik kelishuvi hech qachon bunchalik yaqin bo'lmaganini aytgan va Putinning murosaga kelishini istamasligiga qaramay, AQSh prezidenti Rossiya joyida turgani uchun Ukraina tezroq harakat qiladi deb umid qilaman degan. Juma kuni Ukraina delegatsiyasi Mayamida Trampning maxsus vakili Steve Witkoff va Trampning kuyovi Jared Kushner bilan muzokaralar olib bormoqda. Germaniya, Fransiya va Buyuk Britaniya rasmiylari ham u yerda. Ular bir necha kun avval Berlin shahrida AQSh vakillari bilan uchrashgan edi. Xabarlarga ko'ra, Kreml vakili Kirill Dmitriyev ham dam olish kunlari Mayamiga kelishi kutilmoqda. Putin BBCning Rossiya bo'yicha muharririga shunday dedi: "Biz sizlar bilan Buyuk Britaniya, umuman Yevropa va AQSh bilan teng asosda o'zaro hurmat bilan ishlashga tayyormiz. Agar Rossiyaning o'rta va uzoq muddatli xavfsizligi ta'minlansa, biz bu harbiy harakatlarni darhol to'xtatishga tayyormiz va hamkorlik qilishga ham tayyormiz." U G'arbni Rossiyadan dushman yasaganlikda aybladi. 2022-yil fevralida to'liq miqyosli bosqin boshlash qarorini chetlab o'tib shunday dedi: "Sizlar bizga qarshi Ukrain neonatsistlar qo'li bilan urush olib boryapsiz", deya Ukrainada demokratik yo'l bilan saylangan rahbarlarni muntazam tanqid qilishini yana takrorladi. Yevropa razvedka xizmatlari Rossiya NATOga hujum qilishiga atigi bir necha yil qolganidan ogohlantirmoqda. NATO bosh kotibi Mark Rutte bu oy Rossiya allaqachon yashirin kampaniyani kuchaytirayotganini va G'arb urushga tayyor bo'lishi kerakligini aytgan. Savollarning ko'pi betaraf bo'lsa-da, jumladan bolalardan kelgan savollar ham bo'ldi. Ammo Shimoliy Sharqiy Sibirning Yakutiya hududidan bir jurnalist oxirgi 4 yilda energiya narxlari 10 barobar oshganini ko'tarib chiqdi. Putin uning jamoasi muqobil energiya manbalarini ko'rib chiqishini va Yakutiyani yodda tutishini aytdi. Telemarafon oxirida Putinga tezkor savollar berildi. Do'stlik, din, vatan va birinchi qarashdayoq sevib qolish haqidagi qarashlari so'raldi. U birinchi qarashdayoq sevishga ishonishini aytdi va o'zi ham sevib qolganini qo'shimcha qildi. Biroq boshqa tafsilotlarni oshkor etmadi. Global nigoh bilan voqealarni bir qadam oldindan bilib boring va bizga obuna bo'lishni unutmang.